Salom do'stlar. Bugun sizlarga PS Vita'da qanday o'yin tortishni o'rgataman. PKG programma bor, bosamiz. O'zini PKG programmasi bor PS Vita'da. Kirsanglar ichida mana bu yerda o'yin turibdi. 3460 bitta o'yin bor ichida. Xohlaganinglarni tanlaysizlar bu o'yinlarni. Mana bu joyda knopkani eslik. DLS Show Game PlayStation Vita'niki PS1, PSP hammasini o'yini tortadi. 3600 ta o'yin.